ichkarida 50 tadan oshiq odam bo'lmasin, tushundingmi? Birortang vaksina olganing yo'q. Pandemiya. Sen ayniqsa Politakan o'g'li, Roltinkalla. Artistlar umuman tashlanmag'in. Tushundingmi? Ana kuni ham to'yda ham buzgansan. Hozir ana shahardan artist keladi. To'tingni berib tashlanmagin artistga. Hech qaysining. Tushundingmi? Ey, men tashlansam ushagin sen. Hopmi? Hop. Ura yurmagin birortang artistni. Agar uradigan bo'lsalaring, men senlarni uraman. Agar men ursam, sirazi qo'shilib tepalalaring. Tushundilaringmi? Davay, tekshirib kirgizamiz. Kel bu yoqqa. Monitor. Senda Covid yo'q, kiraver. Bitta tekshiryapti. Senda kasal bor, lekin Covid emas, kiraver. Meni yoqqa. Mana uning yo'qotgan bir kun laylaklar inqirib ketadi. Kir, senda ham kasal yo'q. Obbo, bular chachi minchalar ham bir xil, kir. Seni issig'ing bor, lekin u quyosh urganda seni Covid emas, kiraver. Ha, mayda-chuyda viruschilar kirlaring hamma. Kesir tekshirib kirgizing. Ha, buni nima qilib turibdi? Ha, bu Covid, men bunda orientir olib tekshiraman-da, kasallik bormi, yo'qmi? Nariyoqqa qarab tushkur? Yaxshi ham vaksina olganman. Qishloqda mendan boshqa it ham vaksina olmagan. Ya'ni 2 marta tushkursak, hammani kasalxonaga yetkazadi. Bo'ladi. To'yga Qoraqalpog'istondan artist chaqirganmi deydi? Shular kutib turibmiz-da. Hamma narsa joy-joyida bu. Rais bu, men administratorman, keldi u. Ha, biz unaqa odam chaqirmaganmiz, artistlar chaqirganmiz. Ha, men administratorman, ana keldi, xo'p, hisob-kitob qiling. Kirishdan oldin. Sen kelgan bo'lsa kirib ochilashini aytmaydimi? Oldin aytsin, keyin pul olaman. Aytmasdan turib qanday pul oladi? Mayli, ish qilib akustika bormi? Bizda qo'shiq jonli ashula aytadi-da. Akustika bormi? Bormi? O'zlaringiz bilan olib kelinglar. Ha, olib kelinglar, bizlar pulini beramiz. Berasizmi? Ha, beramiz. Olib kelinglar. Men qara, kattasidan olgina, xo'pmi? Bo'ldi. Mayda-chuyda bo'lmasin-a? Katta odamlar to'y qilyapti, mana yoqda. Bor, hayda tezlashtir. Menga qara, anolarga aroq bermag'in. Demak, to'ngizlar Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist janob Rasulga pulimiz yetmagani uchun hozir orqa ko'chamizda xizmat ko'rsatgan artist janob Rasul shogirdi Jo'rabek Aliyevni olamiz. Barqaror qarsanglar. Kaltakni rasa ko'taradigan hofiz uringlar, bosinglar. Toy bugün hemme qarindoshlara, qo'shig'im katta kichik yoshlara, devrede dostlarım ey oynasın, zo'r qo'shiq aytib bering do'stlara. Toy bugün hemme qarindoshlara, qo'shig'im katta kichik yoshlara, devrede dostlarım ey oynasın, zo'r qo'shiq aytib bering do'stlara. Hiç bizi ayıra koymasın, ko'ngil darmon kalmasın. Bugün beni bak toyumda, oynasa dostlar oynasın. Hiç bizi ayıra koymasın. Nima? Ayting bunga. Do'stlar haqida qo'shiq aytsin, do'stlar haqida. Nima hozir bu? Arkadaşlar haqida aytyaptimi? Tur yo'qoling. Oynasa dostlar oynasın. Oynalı kızdıralı oyunda, gelin ey başka işini koyunda. Sazını esirtirip çal bugün, dostlarım oynasın ey toyunda. Oynalı kızdıralı oyunda, gelin ey başka işini koyunda. Sazını esirtirip çal bugün, dostlarım oynasın ey toyunda. Hiç bizi ayıra koyma, Bu mahallada meni aytganim bo'ladi. ko'ngil darmon kalmasın. Rais bu ham bir temenga. Schwarzenegger, hormang. Nima qilib? Siz bu to'yda kimga qarab turishingiz kerak edi? Sizga rais bu. Siz kimga qarab turibsiz? Kelin dugonasiga. Figuramiz bir xilligiga orientir ololmayapsizmi? Yuring orqamdan. Bugün beni bak toyumda, oynasa dostlar oynasın. Hiç bizi ayıra koymasın, ko'ngil darmon kalmasın.
Bugün meni bak toyumda Oynasa dostlar oynasın Hiç bizi ayıra koymasın Köngül derman kalmasın Bugün meni bak toyumda Oynasa dostlar oynasın Yaxshilab aytgin, tushundingmi? Ays bu. Bering ye pulni. Ha beraman, River aytsangchi beraman. Bera, hadi ya. Labs qildim deb beraman. Qaranglar, yaxshilab o'ynanglar. Hiç bizi ayıra koymasın Köngül derman kalmasın Bugün beni bak toyumda Oynasa dostlar oynasın Hiç bizi ayıra koymasın Köngül derman kalmasın Da Oynasa dostlar oynasın Bu yoqqa kel. Ha. Nima kerak senga? Nima kerak? Ham meni ham shu girpangizga qo'shib yuboringizlar. Qo'lingdan biror nima chalish keladimi? Ha? Nima keladi? Haligi anavi aka pianino. Bu doirani pianino deyapti. Ha, men hali nay deganim yo'q-ku. Ana to'yimiz juda chiroyli o'tdi. Yigitlar aytib qo'ying. Birorta qizlarni kuzatib qo'yaman deb aytmag'im, tushundingmi? O'zimiz taylab kelamiz. To'g'ri aytyapti, River bilan ikkalamiz tashab kelamiz. Jo'rabekka ham rahmat, chiroyli xizmatlarni qildi, ha? Yana to'ylarda kutib qolar. Hisob kitob qiling, $5000 bo'ladi. Toza jonga tegishi bola. Ha, bitta qo'shiq $5000 bo'ladimi? Bu har bir qatoriga pul oladi-da. Ha, yo'q-ey. Ha. Men shaharda kelgan artistlar bilan chiroyli xayrlashmoqchi edim, lekin ularni o'zi xohlashmadi. Shuning uchun tez yugurasizlarmi bolalar? Ha. Ha, bosingizlar, hozir qishloq orqangdan quladi. Bosinglar! Sol qaytalar hammasini. Hammasini men oldimga olib kelgin. Bolalarni ogohlantirib qo'yib, urib belmelini uzormas. Ana kustikingdan qolganmi? Bir yillik qo'y. Aytib qo'y, hammasiga to'y davom etadi. Kuyov, bor endi haydanglar, sizlarga to'y tugadi. Qolgan bizlar davom ettiramiz. Akustikadan qo'y hammaga 50-50. Havanday bo'lsa, to'y tugab hamma mehmonlar ketgan bo'lsa, biz xotin yakkalamiz. Ketdi.